Yoshlar tabrikлагani Akmaljon ukamiz tashrif buyuribdi. Hali bu xonadonlarga ko'p san'atkorlar keladi. Xudo xolasa to'ylarimiz chiroyli davom etadi. Bitta qarsa rasot degan Akmaljon ukamiz taklif etamiz. Shular chiroyli san'atlardan bahramand bo'lib davramiz davom eder ekan. Hozir keyin qo'shiqlar bo'laveradi. Shatdaman akajon xizmatda. Sog' bo'linglar, o'tiringlar. Rahmat. Marhamat yangi qo'shiqlarimizdan. Aciz ko'nglim tashlab ketdi bugun meni barcha do'stim. Alloh yana dalda berdi yuragimga. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Hech kim yo'q bir kimsani yig'lab yotdim. Farzandlarim taqdirini o'ylab qotdim. Ayolimning sodiqligin bilib yotdim. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Sog' bo'linglar, rahmat, rahmat. Esli doim yomon so'zning zavoli. Har ko'nglim shirin so'zning haloli. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Kuz kelganda yuraklarim shu'urlaydi. Alamdan to'y ovozi talaklaydi. Yuragimni san'at ishqi yaralaydi. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Kelmay qo'ydi bugun do'stlar. Omadimga oshiq ekan soxta do'stlar. Iskandariy shoir bugun darding yozdim. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Bulbul edim yaralandi ojiz ko'nglim. Tashlab ketdi bugun meni barcha do'stim. Alloh yana dalda berdi yuragimga. Yana qaytib keldim san'at olamiga. Shu yoshimda ko'rdim necha odamlar, yaxshidan ko'p xulqi yomon odamlar. Do'st degani nomard chiqqan zamonlar. Alloh sendan boshqa mehribonligim yo'q. Alloh bu qo'shiqni ma'nosiga hayotlaringni o'xshatmasin. Hamisha baxtli bo'lar ekan. Baxtli saodatli bo'lar. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shunda Ilhomjon do'stimiz Oq ro'mol degan qo'shiqni so'rashyapti ukajon. Shu qo'shiqni aytib beramiz. Oq ro'molni marhamat.